Postnazal drip sindromi bu burun va yondosh bo'shliqlaridagi shilliqni burunning orqa devoriga, tomoqqa oqishidir. Bu sindromga burun va uning yondosh bo'shliqlarini allergik va noallergik kasalliklari sabab bo'ladi. Burun orqa devoriga, tomoqqa oqqan shilliq yo'tal retseptorlarini qitiqlab, yo'talga sabab bo'ladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, surunkali yo'tal bilan og'ruvchi bemorlarning 52% aynan postnazal drip sindromi tufayli kuzatiladi. Bunday yo'tallar odatda bemor boshini yostiqqa qo'yishi bilan boshlanadi va yo'tal bemorni o'tirib olishiga sabab bo'ladi. Lekin burundagi yoki yondosh bo'shliqlaridagi shilliq ko'p ajralishiga sabab bo'luvchi o'tkir yallig'lanishlar, allergik yoki infeksion allergik yallig'lanishlar vaqtida yo'tal bemor tik turgan holatda ham kuzatilishi mumkin. Kasallikda burun shikoyatlari, aksarish, burun bitishi, burun oqishi, burundagi qichishlar ham kuzatiladi. Bemorlarda shuningdek tez-tez tomoq qirishlar va tomoq qichishi kuzatiladi. Ko'p holatlarda esa yo'tal qisqa, kalta, ba'zan esa kuchli yo'tal kuzatiladi. Odatda yo'taldan so'ng balg'am ko'chmaydi.